Do'stlar, mana futbol tomosha qilyapmiz. Mana bugun futbolda Shvetsiya bilan Gollandiya o'ynayapti ekan. Hamma shu futbol tomosha qilyapti. O'tirib mana. Hamma bilan o'zi Shvetsiyadan chiqdi-yu paromga. Hamma Shvetsiya o'tirib futbol tomosha qilyapti. O'zini davlatidan mana balet qilyapti. Shvetsiya bilan Gollandiya o'ynayapti. Mana hammasi o'tirganlar tomosha qilyapti futbol. Mana ko'p qismi yoq o'tirgan odamlar shvedlar. Pramoy translyatsiya bo'lyapti. Shuni tomosha qilyapti. Hammasi o'tirib olib mana. Shvedlar. Ovqatlanyapti. Mana vaqt detskiy plashatka ekan, bachalar o'ynayapti mana, yosh bachalar. Restoran, mana игровой o'yinlar, apparatlar. Игровой apparatlar ham bunaqa. Игровой apparatlar ham bor ekan. Mana yerda magazin bor ekan. Mana игровой apparatlar ham. Magazin, aroq, konyak, hamma narsa bu. Magazin ekan bu. Bak. Berama duxi sotayotgan magazinlar ekan. Magazin ekan. O'tirib Zayna o'zimizda shopirlar ovqatlanadigan xonaga boramiz. Отдельно ular. Mana barlar bu yerda. Qayerdan chiqsangiz, shunday koridordan chiqasiz tepaga 11-etajga tashqariga chiqib ketasiz tomosha qilgani. O'tirib mana futbol tomosha qilyapti, pramoy translyatsiya bo'lyapti. Mana kuxnisi, bu yerda restoranni. Mana bistro. Shopirlar uch tarafda ekan, o'tiribdi ekan. Mana shvedskiy stol shopirlar uchun. Kuxnisi, ovqat tayyorlab, o'zi ovqat yig'ishtirib bo'ldi. Mana hamma pramoy translyatsiya ko'ryapti. Futbolni. Mana bular ham. Uchuv nol bo'libdi. Gollandiya Shvetsiyani yutyapti. 3-0 ga Shvetsiyani yutyapti Gollandiya. Bunday kelamiz, bunday qaraymiz. Vag'i mana bunaqa manzara ketyapmiz. Det är en ny maskin det här kommer Jacka och det vet vi alla. 52 år.